Hozir bor, yengil aqli zaiflik borda qizingizda. Aqli zaifligi bor, bu tug'ma. Yengil turi, unaqa qiyin emas. Ya'ni bu degani nimalarnidir qila oladi, nimalardir qiyinchilik bo'ladi. Etsangiz qiladi, etmasangiz qilmaydi. Chunki bularga постоянно instruksiya kerakda, doim eslatib turishingiz kerak. Mana ovqat qilishni o'rgatayotganingizda ham hamma narsani o'rgatgansiz, to'g'rimi? Sizdan ko'rib o'rgangan. Xotirasi saqlab qolgan. Xotira yaxshi bo'ladi, tafakkur qila olmaydi. Qiynaladi, maqollarning ma'nosiga qiynaladi. Bir xulosa chiqarishga qiynaladi. Urishganingizdan yana ham yopilib qolgan. Hozir ozgina depressiyaga tushib qolganda qizingiz. O'ziga bo'lgan ishonchi pasayib ketgan, ko'p narsa xohlamaydi. U ko'nikma yo'qda, u ko'nik psixolog bilan ishlaganda sekin-sekin buni shakllantirsa bo'ladi. Nimanidir o'rgatsangiz o'rganadi-ku. Baribir bu holatda qoldirib bo'lmaydi. Sekin lecheniya qilish kerak, ozgina psixolog ishlash kerak, nimada muammo, o'zi nima xohlaydi, nimadan qiynaladi, bularni hammasini chiqarish kerak bu yoqqa. Aqli yaxshi bo'lib ketmaydi qizingizni, lekin hayotga bu yerda nima muhim? Hayotga moslashuvchanlik muhim. Ko'nikmalar muhim, odamlar bilan munosabatga kirishishi muhim. Xudo xolisa yaxshi bo'ladi. Asosiysi sal ochiladi qiz. Sog' bo'ling, xudo xolisa sekin asta yaxshi bo'ladi.